Shahzodaning qo'shig'i seriali voqealari shiddat bilan rivojlanadi. Serialni avvaliga Jumonga o'xshaydi deganlar adashganlarini payqagan bo'lsalar kerak. Chunki bu serial voqealari qahramonlarining ichki dunyosi jihatidan Jumongdan ancha keng. Ikkala serialning umumiy jihati esa faqat tarixiy mavzu ko'tarilganida xolos. Mazmuni, voqealar mohiyati esa butunlay farq qiladi. Shahzodaning qo'shig'i yoki boshqacha aytganda Siadong balladasi serialida rejissyor Koreya xalq og'zaki ijodidagi afsona va tarixiy haqiqatni uyg'unlashtirib tasvirlashga harakat qilgan. Afsonaviy muhabbat tarixi Romeo va Julietta, Layli va Majnunlarnikidan sira qolishmaydi. Pyokjenning bo'lajak qiroli Siadong va Silla qirolligi malikasi Sunhva sevgisi ham muhabbatda haqiqiy afsona yaratishga qodir. Muhabbat va insoniylik birgalikda nihoyatda dilbar sahnalarni hosil qilishiga shu serial orqali yana bir bor amin bo'lish mumkin. Rejissyor Lee Byung-hun buni juda yaxshi his qilgani serialning har bir qismida sezilib turadi. Bu rejissyor tarixiy mavzuni juda chiroyli tasvirlay olishini allaqachon isbot qilgan. Buning uchun Lee Byung-hunning avvalgi novellalari Saroy javohiri hamda Xurjunni eslash kifoya. Rejissyor tarixiy voqealarga yangi ruh bag'ishlab, o'z qarashlari, tasavvurlari bilan boyitadi. Jo Hyun-jae, Lee Bon-young, Ryu Jin kabi yulduzlar o'ziga xos xarakterlarni talqin qilgan. Bu serial hali ko'pchilik tomoshabinlarni Saroy javohiri singari Ohamrabodek o'ziga tortishiga, qahramonlarning oliyjanobligi ko'pchilikka o'rnak bo'lishiga shubha yo'q. Siadong Tae-Hak-so maktabida kun ko'rib yurgan oddiygina yigit, lekin Sunhva tufayli uning hayoti butunlay o'zgarib ketadi. Muhabbat uning hayotiga mazmun, yangi ifor olib kiradi. Siadong nafaqat o'z qismati, balki butun Pyokje qirolligi taqdirini o'zgartirib yuborishga qodir shaxs. Siadong va Sunhva sevgisi kuchli muhabbat, biroq bu muhabbat Pyokje va Silla qirolliklari o'rtasidagi kelishmovchiliklarni hal qilishga, ikki davlat o'rtasida vaqti bilan yuzaga keladigan to'qnashuvlarning oldini olishga qodirmi yoki yo'qmi, buni voqealar rivoji davomida bilib olish mumkin.